Hurmatli hamkasblar, bugungi seminar davomida sizlar o'z bilimingiz, faolligingiz va kasbingizga bo'lgan yuksak mas'uliyatingizni namoyon etdingiz. Har bir tarbiyachi kelajak bunyodkorini tarbiyalaydigan, jamiyat poydevori mustahkamlaydigan ulug' kasb egasidir. Bugun olgan bilimlaringizni amaliyotga tatbiq etish orqali bolalarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi, izlanuvchanligi va hayotiy ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga ishonamiz. Har bir bola qalbiga mehr, bilim va ezgulik urug'ini qadash sizlarning sharafli vazifangizdir. Hech qachon izlanishdan, o'rganishdan va yangilik yaratishdan to'xtamang. Chunki bugungi tarbiyachining mahorati ertangi kun avlodning muvaffaqiyatidir. Barchangizga mustahkam sog'liq, oilaviy baxt, kasbiy faoliyatingizga ulkan yutuqlar va yangi zafarlar tilayman. Barchangizga rahmat. Bugungi takomillashtirilgan Ilqadam milliy o'quv dasturi 3-nashr hamda Regio Emilia pedagogikasi yondashuvlari mavzusidagi o'quv seminarida faol ishtirok etib, o'z bilim va malakangizni yanada boyitdingiz. Shu munosabat bilan sizlarni samimiy tabriklaymiz. Mana 3 kun davomida tarbiyachilarimiz bajargan ishlaridan namunalar keltirilgan. Mana namunalar, bular tayyorlaganlar. Yangi innovatsiya, yangi g'oyalar. Sizlarni kasbiy mahoratingizni oshirishda bo'lgan intilishingiz, ta'lim sifatini yuksaltirish yo'lidagi fidokorona mehnatingiz va bolalarda bo'lgan cheksiz mehringiz yuksak e'tirofga loyiqdir. Bugun topshirayotgan sertifikat nafaqat seminar ishtirokchi ekanligingizni, balki o'z ustida muntazam ishlaydigan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga joriy etishda intiladigan pedagog ekanligingizni ham ifodasidir. Kelgusidagi faoliyatingizda ham ulkan muvaffaqiyatlar, yangi yutuqlar, mustahkam sog'liq va oilaviy farovonlik tilaymiz. Siz aziz pedagoglarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va barchangizni olqishlaymiz. Rahmat. Mana 4-o'quv seminariga start berilganda 6, 7, 8 kunlari mana biz amalga oshirdik. Juda ko'p narsalarni esladik, juda ko'p narsalarni o'rgandik, juda ko'p narsalarni, yangi innovatsion g'oyalarni amalga oshirib, yaratdik, yashadik, tayyorladik. Demak, Kosonsoy tumani 5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ichki o'quv seminari o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kuzatuvchilarimiz, barchangiz sog' omon bo'linglar. Barchangizga omadlar tilayman. Rahmat.